Assalomu alaykum Oybek aka. Mana boshlamizda xudo xolasa konteynerga ochishga tayyorlaymiz. Bugun ortib boramiz inshaalloh. Xo'p, avtomobilimiz qoraga karishli G63 2026-yilgi model. Juda ham udashli olgan ekanmiz. Hozir anchagina tortilib qoldi G60 da karaga. Ma'lum muddat olish qiyin bo'lib turadi. Xudo xolasa keyin hamma narsasini tayyorlab qo'ydik, dokumentlar tayyor, ortamiz. Xudo xolasa sразу O'zbekistonga kelishib ketadi. Mana bu avtochoklar. Oybek aka, xudo xolasa sekin ortyapmiz mashinani. Hozir ichkari kirib turib, to'rtta ballondan yaxshilab qotirib tayyor, çok qilib bog'landi, xotirildi. Hamasi bor.